Samarqand shahar ko'chalari bo'ylab kuchaytirilgan reyd tadbirlarimiz davom etmoqda. Rudaki ko'chalari bo'ylab harakatlanib kelgan ushbu Nexia 3 rusumli avtoulov yo'l-patrul xizmati xodimimiz tomonidan qonuniy tartibda jezl va hushtak yordamida to'xtash ishorasi berganda haydovchi to'xtamasdan harakatni davom ettirib ketdi. Transport vositasini ushlash choralari ko'rilib, ko'rtirganingizdek transport vositasi to'xtatilib, haydovchidan me'yoriy hujjatlar so'ralganda haydovchi hali haydovchilik guvohnomasi olmasdan turib avtomashina boshqarib yurganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu holat bo'yicha qoidabuzar haydovchiga nisbatan ma'muriy tartibda bayonnoma rasmiylashtirilib, ko'rib turganingizdek, avtoulov jarima maydonchasiga maxsus evakuator yordamida yuboriladi. Marhamat, haydovchiga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Sababdan yo'l-patrul xizmati xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmasdan harakatni davom ettirib ketamiz. Hujjatim yo'qligi uchun. Hujjatni qachon olsam shunday. Hujjatingiz yo'qmi hozir? Yo'q. Haydovchilik guvohnomangiz bormi? Yo'q. Nima uchun haydovchilik guvohnomasi hali olmasdan turib, rul chambariga o'tirib avtomashinani boshqarib yuribsiz? Xato qildim, qaytarilmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Hujjatlar bo'lmasa, yo'l-patrul xizmati xodimiga to'xtamasdan harakatlanib ketish kerak. Yo'q. Hech kim tavsiya qilmaydi. Nima xulosaga ega bo'ldingiz? Haydovchiligiga nima deb qolyapsiz? Bunaqa ish qilmanglar, hech kim tavsiya qilmaydi. Barcha haydovchilardan shuni so'rab qolamizki, bu kabi holatlarni sodir etmasliklarini va ushbu holatlardan o'zlariga kerakli xulosa chiqargan holda yo'l-patrul xizmati xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysungan holda transport vositasi boshqarishlarini so'rab qolamiz. Reyd tadbirlarimiz tungi paytda kuchaytirilgan tartibda davom etadi.